ultraslar bahslashar maydon chetida. Nasaf ilk chempion o'rnida turar. Super kubok yana qurbonni so'rar. Max Berdiyevni yutolmaganda endi Andijonga urinib ko'rar. Vodiy va vohaning jangidir bugun. Ajdar va burgutning changidir bugun. Super kubok uchun kechgan bahslarning ichida bunisi yangidir bugun. Boryapti. Ha, bu yerda baribir kontakt bor. Bunaqasi aylantiramizmi, bunaqasi aylantiramizmi? Bor. Ajab ketdi meni. Teatrosa tahlil qilindi va penalti belgilandi. Taxminan nima o'qiyotganligini tushundingiz. Chap oyoqda zarba yo'llaydi. Hisob ochilsa, o'yin yonib ketadi bu yoq. Hop, ruxsat. Tepildi, gol! Nasaf hisobni ochyapti. Hisobni ochyapti. Mas'uliyatli damda Husayn Norchayev foydalana oldi. Uzoq ko'rilgan VAR orqali hal bo'lgan masala. G'alaba barcha Nasaf muxlislarniki. Xudo xolasa bizni qo'llab-quvvatlanglar, biz davom etamiz. Xudo xolasa bu birinchisi.